Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, xayrli kun barchaga. Hademay o'lkamizni qish fasli tark etadi. Sanoqli kunlardan keyin 1-mart bahor kirib keladi azizlar. 1-martni transport sohasidagi insonlar uchun eng katta yangiligidan bu 1-mart sanasida ko'plab transport tarmoqlarimizni tenderlari bo'lib o'tadi. Aynan ushbu tenderlarimizda eng yuqori, eng sifatli texnikaga ega bo'lgan tadbirkorlarimiz yutib chiqishadi. Albatta, texnikangizni yaxshilash niyatingiz bo'lsa biz bilan bog'laning. Bizda hozir 2026-yilgi Jak Sanrelarimiz restoring qilingan variantlari mavjud. Eng arzon narxlarda, eng oson shartlarda birlamchi kredit, lizing hamda pul o'tkazish yo'llari naqd pul orqali ham bemalol xarid qilishingiz mumkin azizlar. Video davomida 2026-yilgi restoring qilingan Jak Sanre'mizni ancha yillardan beri Sanre mashinasini haydab yurgan akalarimiz qilgan video obzori, test drive'larini qo'yib o'tamiz. Videolarimizni maksimal darajada egalariga yetib borishligi uchun tarqating, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang azizlar. Jak Sanre'ni yakka baloni test drive ko'ramiz. Mani ismim Ruslan. Men shu yo'nalish bo'yicha 15 yildan beri faoliyatimni olib boraman. O'zimda Jak Sanre bor. 1 yildan beri haydayman. Oldingi Jakimiz baraban variant bo'lgan tormozimiz. Hozirdagi yengisi chiqqan yakka balon Super diski variant chiqqan, usulini varianti chiqqan. Oldingi Jaklarimizda 195, 75, 16 balonlar bo'lardi. Uski. Hozirdagi yakka balonlar 215 ga 75, 16 shiroki, yumshoq, yurishlari zo'r. Bu mashinamizda qulayligidan biridan monitorimiz bor, salonda monitor bor, konditsioner oldi orqamiz bor, kruz kontrollarimiz bor, oldi orqa kameralarimiz bor, mavjud. Motorimiz 2 turbina bilan jihozlangan, metan, propan bemalol ustanovka qilib haydasida bo'ladi. Ekonom variant. Benzin 100 kilometrga 12-13 litr yeyapti deb aytibdi. Metan, propan qo'ysak, yana undan ham ekonomishni bo'ladi. Bu mashinamiz 16 o'rindan iborat ekan. Turizm yo'nalish bo'yicha qulay biznes uchun zo'r mashina.